Ana akalar. Gazabilo yomg'irda nima bo'ladi? Duvolni urib tomini yopolmasak, qishda qorda qolib ketsa, yomg'irda qolib ketsa nima bo'ladi degan savollarga mana amaliyotda ko'rsatib beramiz. Hech nima bo'lmaydi. Mana ishxonaga suv sepayapti. Sep ko'rsatib beraman mana. Bu hatto tarnovda qolsa ham hech nima bo'lmaydi. Tevasiga mana shunaqa tarnovda suv tushib tursa ham, keyin suvlar muzlasa ham hech nima bo'lmaydi. Agar uyingizda basen bo'lsa, baseningizga tashlab qo'ysangiz 2-3 yil tursa ham suvda cho'kmaydi. Bu suv yuzasida yuraveradi. Chunki mana 2-3 santimetrga suv kiradi, ag'iga qaytib kirmaydi suv. Mana yuvulaveradi, ya'ni hech nima bo'lmaydi. Bu agar sho'ram chiqmaydi bulardan, mana o'qmay suv sepib ko'rsataveramiz. Yomg'irda, qorda hech qanaqa ziyoni yo'q, o'qimaydi yomg'irdan bular. Ishg'ishlarni ko'pida bilsalaring, azizcha nam tegsa sho'r chiqarib yuboradi o'zidan. Mana shuncha g'isht ustiga o'qmay suvni qo'yaveramiz. O'zi bilganlar juda yaxshi biladi, ularga isbotlab berishni kerak yo'q. Gazabiloydan sho'r chiqmasligini hamma yaxshi biladi. Endi bilmaganlar uchun mana bir qator itlarga suv sepayapti, o'zi ko'rsatib beryapmiz. Mana qo'qmay sepaveramiz. Bular yomg'irdan, qordan qo'qadigan g'isht emas, bular haqiqiy o'sha rossiyskiy gazabiloylar bilan biriga bir qilib chiqarilgan. Konkurent qilinadi bemalol. Ancha zavodlarda gazabiloyga bilan sifatlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana hech qancha eridan qo'ymay. Nabarot bular baquvvatlashadi, bilgan biladi, o'zi suvda nabarot beton mustahkamlashadi. Buni tarkibi g'ij-bij sement bo'lsa, o'sha alyuminiy pudrasi bor, qumi bor, kaustik sodasi bor. O'shani hisobiga mana shunaqa. Endi bunaqa mana paxsaga suv quyib tursa, o'zingizlar ham bilasizlar mana nima bo'lishini. Erib, yuvilib bunaqa mana yorug'lar bo'lyapti. Mana shu qo'shnimiz mana shu yerda yashaydi. Endi to'g'ri xizmat qilyapti, lekin bu gazabiloydaqa issiq turmaydi uylari qishki kunida, yozgi kunida muzday turmaydi. Mana shu yorug'lardan issiq kiradi uy ichiga baribir. Yomon emas, yaxshi narsa bu ham hisob. Endi zamon talabi ko'ryapsizlar, mana oldin hamma eshik romiga taxta qo'ygan, akfaromlar qo'yilganda bo'lmas ekan deyishgan. Mana hozir hamma akfa eshik rom qo'yyapti. Sababi issiqda, sovuqda zo'r ushlab qo'yadi ular taxta eshik romga qaraganda. Energiya qimmat, gaz yo'q, tok qimmat. Katyol bilan uylarda isitilyapti. O'shuni hisobiga akfa eshik romlar issiqda yaxshi ushlab beradimi? To'g'ri. Endi divol ham issiqda yaxshi ushlab berish kerak. Uyingizni isitganingizda nimani uy ichida issiqlikni o'ziga yutib olmaslik kerak. Bu gazabiloylar o'ziga yutmaydi. O'zi shunday issiqni ushlab beradi. Ko'chadagi sovuqni ham kirgizmaydi. Bilsangiz, oldingi o'sha pishig'ishda bo'lgan devorlarni ushlasangiz qishki kunida uyning ichini muzday bo'ladi devorni, suyansangiz muzday tegadi. Bu gazabiloylar bunaqa bo'lmaydi. Issiq bo'ladi. O'shini hisobiga o'sha energiya tejamkor deyiladi. Shuning uchun domlar ham faqat gazabiloyda qursin deb buyruq chiqarilganki, chunki domlarda ham gazni ozgina beradi. Ekonom bo'lsin, ozgina gaz bilan yaxshi qurisin, issisin degan maqsadda shunaqa qilib bergan. Mana hammasiga mana suvni uryapmiz. Mustahkamligi oshadi. Agar sho'r chiqsa, mana shu g'ishtlardan sho'r chiqib ketardi-da, biz sepmagan bo'lardik. Sho'r degan narsani 1% ham bo'lmaydi bularda. Qo'qmay olib uraverasizlar. Mana endi divolingizni urib qo'ydingiz, tomini keyingi yilga yopasiz, yomg'irda nima bo'ladi deb o'ylanishingiz mumkin-da. Mana hech nima bo'lmaydi, qo'qmay xotirjam bo'ling. Umuman suvni ichmaydi bu gazabiloylar. Sifatlari zo'r mana tayyorlardan. Mashlar ham zakazga mana tayyor bo'lsa olib ketishadi. Mana shu holatda qo'qmasdan olib uraveringlar. Uylaring yozgi kunida salqin bo'ladi, qishki kunida issiq bo'ladi. Bizning manzilimiz Marg'ilon shahar Orolbo'yi ko'chasida, Arentir Marg'ilon Go'rsvetning orqa tomonida. Dastavkalar kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Shu vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz yo'l kirasini kelishsa. Faqat oldindan zakaz berib qo'ysalar yaxshi. Kutib qolmaysizlar ustalarga kelganda, chunki zakazlarimiz ko'p. Mana holatlarni ko'ryapsizlar. Bular samaringiz ushaydi, bemalol samaringiz qatiraverasiz bu gazabiloylarga. Mana tayini qarang, mana shunday suv bo'lib ketdi, mana yaxshigina.
Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bizni stanovlarimiz manaqa 2026-yilda eng full darajadagi oxirgi stanovlari. Bundan zo'r stanov yo'q. Avtomat liniya deyiladi. Bundan zo'ri chiqmagan hali. Eng oxirgi versiyadagi gazobloy apparatlar bilan mashlarda quyiladi. Bu gazobloylar har bitta gazobloyga qo'shiladigan mahsulotlarni o'zi kilolab, o'zi tortib qo'shadi. Hamma yo'q avtomatik bo'ladi. Hamma yo'q robot quyadi. Inson shu knopkalarni bosib tursa bo'ldi bitta. Shuni hisobiga sifati zo'r chiqadi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, telefon nomerlarimiz bor.